Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy qo'y bozor kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 6-may 2025-yil. Syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchi o'ttimchilar qishloq Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga zotga qo'ylari udorlaridan olib kelib arzon narxlarda berishga harakat qilamiz. Hop, Shuhratjondan yana ikki partiya qo'ylari bor ekan. Bir partiya barrani udorlaridan shu ko'paytirib yuradigan variantdan. Birinchi partiyamizga to'xli, qisir, ona bolani arzon sifatli haqiqiy qo'y qilib oladiganlaridan xudo xolasa olib kelibdilar. Shuhratjon, kechag'lar sotdingizmi? Sotdim 10 mingdan xolos. Kechag'lari xudo xolasa sotdim, yana olib keldim deb sirazi chaqiruvlar kelyapmiz. Mana kecha ko'pchilikga yetmay qolgan ekan-a, telefon qilib, hali ham telefon qilishyaptimi? Hali ham telefon Mana sifatligidan yana shunaqalardan, go'zallaridan olib kelibdilar, xudo xolasa. Bu qaranglar, haqiqiy jonivorlar. Narxi ham arzon bo'ladi, xudo xolasa. Shuhratjon har doim arzon qo'yadi, gap yo'q. Sifatli narsalar arzon yetkazib beryapti. Mana qo'ylar qaranglar, hamma tomoni kelgan bir qarjundan turgan simjunidan tozasidan so'raganlarga mana 2 dona simjun. Biri qo'zi hali, biri yoshi nechta edi, tishi nechta? Nariga 6 ta ashaniki. 6 ta. Buni hali qo'zi Jonivor, haqiqiy ko'paytirib yuraman deganlarga qo'ylardi, haqiqiy udorchalaridan mana. Bosvaraveradigan yer tomonlar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Xudo xolasa narxlari zo'r bo'ladi. Hop, buni 3 tasi to'xlar, Shuhratjon. Mana bu simjun, mana bu oq yuz, u mana shu mana uchovi to'g'ri quloqlarni qaranglar, jonivorlar sifatliligini. Hamma tomon issiqda qo'ylar, charchovda. Qachon yetib keldi Shuhratjon bular? Ertalab yetib kelibdi. Kechqurun ketib yuboribsiz-da, bosib va mana hurmatli obunachilar, charchov bor uni ustiga. Kunduz issiqligini qaranglar. Ilojim boricha tez tugatishga harakat qilamiz. Narxlarni gum-gumay, bitta ona bolani zo'ri. Narxi ham bor, ishonaveringlar, kambag'al boy qiladigan variantidan hammasi xudo xolasa sizlarga arzon. Shohirgada ko'rib tursan, ketingizga barra sovliq qo'chqordi sifatlaridan bor ekan. Xudo xolasa tanav variantlar. Hop, shunda bir dona qisir, bitta ona bola, 3 ta to'xli. To'xlilar ham bemalol kuz o'sha sezonda qo'shib bolani olishaver ekan. Yaxshi qo'chqorga. Buni qaranglar. O'ta go'zallaridan haqiqiy mol. Shuni qaranglar, ko'zni oladi. Ko'z bilan ko'rsalar haqiqiy yo'q. Shuhratjon, endi narxidan boshlaymiz. Bularda tez tas aytib qo'ylar ham po'kullab qo'yapti jonivorlar. Realni bo'ladigan aytib. Realni bo'ladigan aytib, qisirdan boshlaring, simjundan, monondan, tozadan. Shuni mana hozir kishini ham ko'rsatib qo'yaman obuna. Sirazi shuni ko'rsatib qo'ying, sirazi. Haqiqatan yaxshi bo'ladi. Realni qaranglar, qo'ydi jonivor. Qani 6 ta. mana 6 ta ekan, go'sht qaranglar. Mashalloh, o'ta tanazadan. Go'zal, oyog'ini uchiga da simjundan haqiqiy ko'paytirib yuradigan varianti. Bundan qo'chqor zorini qo'shib olani olsa. Nech pul? Shularcha bo'ladiganini ayting, boshqasini aytmang. Ha. 5 millionga ketaveradi. 5 million so'mga. Juda qilmaymiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, odamini qo'liga tushsa 600-700 ga olib qo'yaverasiz, sekin indamasdan. Mana bunaqasiga yana bosib yuboradi ekan. Hop, ona bolani nech pulga berasiz? Qo'chqormi sovliqmi bolasi? Mo sifatlini qaranglar. Sovliq. Sovliq, jonivor mana. Haqiqiy narxi ham arzon dedilar, qani ko'ramiz. Ona qaranglar. 5,5 ga ketaveradi hozircha. 5,5 million so'mga. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasimi? 8-chisiga o'tgan tishi. Jonivor. Mana 3-chi bolasi. Qaranglar. Qaranglar. Oq yuz qulog'ini qaranglar, uzun. Mashalloh, haqiqiy taniq variantda ko'paytirib yuraman deganlarga bolasi ham urg'ochi ekan. Bundaqa sifatli bolasi urg'ochi bo'lgani yaxshi. Qaranglar, qo'zilarda jonivor, simjunlar. Mana mayda qo'zi ekan. Buta haqiqiy narxi ham bor, ishonaveringlar. Zo'r bo'lyapti. Bunisi ham qo'zi, bunisi ham qo'zi. Mana qaranglar, oyoq qo'lning uzunligini o'ta go'zal. Hamma tomoni kelgan. Hop, 3 o'toqlingizni gaplashaylikchi, Shuhratjon. Bo'lishini aytaymi? Bo'lishini ayting.
3 milyon 900 dan uchalasi ketaveradi bir 3 million 900 ming so'mdan. Bir joy ketaveradi O uchalasi. qaranglar, quloqlarni qaranglar, jonivorlarni. Birinchi bolani o'zim olib ko'paytirib yuraman deganlarga qanaqa varianti. Bitta simjun ham ketaverar ekan ichida toza narsa. Chunki u uchuv Bu bir qaranglar. lekin bitta olaman Hurmatli deysiz, obuna. piyusi bor uni. Ha, bittani olshaman desa pilisi bor a. Piyusi bor. O Uchalasi bir qaranglar, joy ketsa. jonivor. O'ta 39 sifat. ketaveradi. Gap yo'q. Narxlar haqiqiy zo'r bo'ldi, bosvaradan yer. Agar bir quruq olaman desalar ham, bitta olaman desalar ham telefon qilishaveradi. Shurajon ish bitadi, xudo xoh. Bunaqalardan Maqsad olib. sotish bilasiz. Maza. Kecha ham Gap yo'q. keldim 10 da sotildi, xohlasa. Xudo xolasa narxni zo'r qo'yaversangiz sotilaveradi. Haqiqiy zo'r narsalar olib ketib, yana buni shu kimdir olib ko'paytirib yurgani haqiqiy zo'r varianti. Quloqlarni ham qaranglar, uzunligini, jonivor, sifati ham zo'r, xudo xolasa. Xo'p, qiziqqanlar bo'lsa, sirasi telefon qilaverasizlar. Qo'ylar haqiqiy zo'r jonivorlar. O'ta go'zallar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga, so'nggi partiyamizga haqiqiy sifatlaridan barrani, go'zallaridan kelib ko'paytirib yuraman degan aka-uka Hojibolaga taniq variantlaridan mana bu qaranglar, go'zallaridan haqiqiy zoti bor narsalar, sifatli narsalar kelibdi haqiqiy. Sho'jon barra ham olib kelibsa yaxshisini, gap yo'q. Bu qaranglar. Ikkita kashtan elitni variantidan so'raganlarga ikkita sarisi ham bor ekan jonivorlari mana. Soni 10 dona. 10 donami bu yerda? 10 dona. Qanaqa bu qo'chqor urg'ochisi nechtayu? 4 tasi qo'chqor hozirjon. 6 ta solo urg'ochi. Mana sifatliligini qaranglar, haqiqiy. Mana sifatligidan shu ko'paytirib yuraman deganlarga zo'r variant. Mo qaranglar quloqvochlarni, jonivorlari, haqiqiy go'zallari. Hozirjon ichida mana bu. Egizi ham bormi? Bosh oq egiz. Buni bosh oqlari Ha, ikkalasi egiz. egiz ekan jonivorlar. Biri qo'chqor, biri solo. Biri qo'chqor, biri sovlug'i. Egizidan ko'paytiraman deganlarga egizi ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, qo'ylar hal charchovi bor ekan-a. Endi bu issiqda endi. O jonivor haqiqiy sifatli. Hop, yeb-ichishlar yaxshimi shurajon? Sinovdan o'tdimi? Gap yo'q. Mana qaranglar, qo'ylarni uzoqroqdan ham olib ko'rsatish kerak-da, chunki ko'pchilik diliga olib borib olib qo'ydi. Katta qilib ko'rsatishyapti, bizga ham aytib kelishyapti oldimizga kelib. Aynan olgan ekan, qo'y yoqmadi, kichkina ekan deyishyapti. Realni qo'yni ko'rsatish kerak. Mana behijolat yil 10 oy ish shu. Yil 10 oy qo'y purushchilik. U sezonda qilib, ag'a boshqa ish qilib ketadigan odam emasmiz. Xudo xolasa qo'ylar ishonchli, bemalol aloqa qilsalar, xudo xolasa yedirib, ichirib, pulni sanab beraver ekansizlar bemalol. Hop. Shurajon bo'ladi narxchi narxi. Hammasi bir to'rtamga. Nechta dedingiz? 6 ta sovliq, 4 dona qo'chqor, a? 10 dona. 10 dona, bir pachka, bir qo'ra. Hammasini bir tortamga necha puldan berasiz? Shurajon bo'ladiganini ayting. Qo'ylarni ham qiynang, o'zingizni ham qiynang. Issiq bor, o'tib ketdi. Narxini qachaqlaymiz hozir, qarang. 28 qo'yishyapti, ko'p qo'yapmiz. Hammasi bir joyga ketaverib 2,5 milliondan mana. 2,5 million so'mdan. Hammasi. 2,5 million so'mdan ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Ko'z bilan agar kelib ko'rib olaman desalar ham bemalol aloqa chiqaverasizlar, lakasa tashlab berishadi. Qo'ylar haqiqiy udorlari, mana qaranglar, 2,5 million so'mdan. Gap yo'q lekin. Maqsad sotish buni. Mana sovlig'i bor-ku, sovlig'ini bermaydi, hurmatli obunachilar. Qo'chqori naval o'lyapti. Liboyli YouTube platformasiga kiring, sovlig'i yo'q. Qo'chqori hamada faqat mana bunaqasi sifatligidan gap yo'q. Ko'paytiraman deganlarga mana o'ta tiniqlaridan, haqiqiy zo'rlaridan. Xudo xolasa Shurajon bundan 2 ta, 3 ta, 4 ta ham sotaverasiz. Ketaveradi, optimchida shunday bo'ladi-da mana. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa siraz bosaveradi. Turgan puldan foyda yo'q. Rossiyada boshqa davlatlarda yurgan aka-ukalarimizga ham yaxshi tavsiya, u yoqda ham pul qilinglar, bu yoqda ham turgan puldan foyda yo'q. Olib tashanglar, kegillarni shu orqasidan normalni qilib, biznes qilib, shayda ham biznes yaratib olinglar. Xudo xolasa, qo'ylar mana zo'rodan ishonchli, bemalol yedirib, ichirib, ko'rib, keyin pulni sanab beraverasiz. Undaqa hech qanaqa shoshiladigan yerda boshqasi yo'q. Qo'ylar udor haqiqat. Xo'p.
O'sha qaysi partiyadan, u partiyadan yoqadimi, bu partiyadan bittami, ikkitami, bo'lsa telefon qilaver ekansiz, xudo xolasa ish bitadi. Narxlar bor, hurmatli obunachilar, zo'r bo'ldi lekin gap yo'q. Narxlar zo'r bo'ldi. Xo'p, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Hammaning video mana shunaqa sifatli qo'ylardan 1 qo'ra, 2 qo'ra, 3 qo'ra bo'lib ketaversin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.